Salam, hörmətli görülmənlər. Bugünkü proqramımızğa xoş gəldinlər. 1992 yıldan 1995 yılgacha davam qılğan Bosniya urushi irqiy qirg'inchilik darajasiga ko'tarilib, 100 mingdan ortiq odamning jiniga zamin bo'lgan. Bu urush 1995 yildagi Dayton tinchlik kelishimi bilan oyoqlashib, uy makonlaridan ayrilgan Bosniyak musulmonlari ana yurtiga qaytib kelishga boshlagan bo'lsa-mu, ularning yurak yarisi talto'kis saqayg'ini yo'q. Ammo 21-asrda irqiy qirg'inchilikqa yo'liqayotgan Uyg'urlarning iztiroblariga qachon xotimi berilganligi hali ham noma'lum. Srebrenica irqiy qirg'inchiligida aman qolg'uvchilar o'zlarining shaxsiy kashmishlarini biz bilan o'rtoqlashqash, bugungi kunda o'xshash qismatni beshidan o'tkazayotgan Uyg'urlarning azob oqibatlariga dunyo jamoatining texmi yaqindan diqqat qilish lozimligini bildirishdi. Biz bugungi programmamizda Bosniya Srebrenica irqiy qirg'inchiligida aman qolg'uvchilarning hikoyalari va ularning Uyg'urlar haqida bildiganlarini sizlar bilan o'rtoqlashib o'tmoqchi. Qani diqqatinglar muxbirimiz Mehmetcan Juma tayyorlagan maxsus programmada bo'lsin. 8,000 ruh, 8,000 inson мәңгүлік uyquga ketgan bu ulug' tuproqning mundan 30 yil muqaddam ashaddiy qirg'inchilikni beshidan kechirgan Bosniya musulmonlari uchun abadiy iztirob va bitmas yaraga aylanganligi qabri beshida g'oz ichayotgan yoki duo tilovat qilib sukunatga chimgan kishilardan ro'shan ko'rilib turadi. Ovdje je sahranjen moj brat, 25. 75 yoshlar chamisidagi Samanta Faxurdun xonim bu yerga dafn qilingan inisining qabrisini yo'qlash va uning ro'yiga atab Fatiha o'qish uchun Germaniyadan kelgan ekan. Ispričamo neke male stvari, da ima i on unučadi, da mu je sin veliki, da ima... Biz Srebrenica irqiy qirg'inchiligi xotir markazi zaratkorligini ziyorat qilish jarayonida uni yop-yeshil cho'plik ustiga xuddi daraxtsimon rad qilib chizilgan 8300 dan ortiq oq rangli qabr toshlari orasida ko'z yesh qilib yurayotgan yerda uchratdik. Ovdje je sahranjen moj brat, 25. Uning aytishicha 1992-yili uning 25 yoshlik inisi Rafiq Faxurdin Serb qurolli kuchlar tarafidan oilasidan ayirib elib ketilganda 4 yoshlik o'g'li uning bilan birga qolgan ekan. Bilas. Ja sam uzela njegov... U ayni chog'dagi tragediyalarni eslaganida ko'z yoshlari buloqdek to'kiladi. Pamtim kako da je juče bilo. Ularning hammasi xuddi tünügün boğandakli esimde turibdi. Go'yo tünügünü yuz bergandek. Deb o'xsanatdi u ko'z yoshlarini surtgach. U enisi bilan vidolashgan shu fojialik daqiqani eslab, Njegove riječi kad mi je rekao... Inim menishida manga acha o'g'limga boshpana bo'lib qo'ygan. Men cho'qim qaytib kelaman, ammo qachon qaytib kelganimni bilmayman degan. Inimning o'g'li haqiqatan dadisini tatdi, ammo inimning o'rnini bosolmaydi. Sve sam mu ispričao, svega je svjestan, sve zna. Dedi u, to'la yig'lab, qizirib ketgan ko'zlaridan to'xtamay quyulayotgan yoshlarini surtgach. Enis haqida gap bo'lganda o'ttira bo'y, ammo beshiga kelgan shuncha ig'ir riyozatlarga qaramay temang ko'rinadigan bu momayning har bir so'zi va olgan har bir nafsining yurak bag'rini tilg'ab chiqayotgandek azoblanayotganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Sve sam mu ispričao, svega je svjestan. Uning aytishicha, bu qabristonlikqa uning shu qirg'inda o'ldirilgan bevosita 9 oila a'zosi uchun xotir teshi tiklangan ekan. Aradan 30 yil o'tgan bo'lsa-mu, ammo uning qalb yarasi texi bitmagan. U Germaniyaga yerlashgan 2 yildan buyon psixologlarga ko'ringan, davolangan bo'lsa-mu, yanala shu ig'ir yo'qotishning asoratidan to'liq qutulib bo'lolmagan. Sve kroz glavu, kroz tijelo, sve to prolazi.
Bosniya Herzegovina 1992 yildan 1995 yilgacha yaqinqi zamon dunyo tarixidagi eng fojialik irqiy qirg'inchilikni beshidan kechirgan bir davlat. Bu jarayonda asosliq Boshnak musulmonlarini o'z ichiga olgan 100 mingdan ortiq odam o'ldirilgan. 2 milliondan ortiq odam uy makonlaridan ayrilgan. In a way, they were a little bit protected, but not all of us could enter the base itself. Only 6,000 of us, however, majority of us, we were outside. Shu irqiy qirg'inchilikda hayot qolg'ishlardan biri Almasa Salihovichning hikoyasimi? Yuqorqidek faqsiz judolik eslamlar bilan to'lgan. Within a week in that July, after 11th of July 1995. Ayni yili hamdala 8 yoshga kirgan Almasa oilasidagilar bilan birlikda mahallasiga bostirib kelayotgan serb qurolli kuchlardan qochib 1994-yili BDT tinchlik saqlash qismlari qatorida Gollandiya qismlari Srebrenitsadagi bir batariya zavodi qurgan muhofazat rayonining oldiga keladi. Yes, my family and I also were here among other thousands of people who tried to find. Baxtga qarshi ularni o'z ichiga olgan bir necha ming odam orasidagi asosan askar yeshidagi erlar panohlanishga erisholmaydi. 1995-yili 13-iyul gazarmadan chiqarib o'tilgan yoki gazarmaga kirgizilmay qaytarib o'tilgan shu chorasiz erlar orasida Almasaning 18 yoshlik aksi Abdulla Salihovichmi bor bo'lib, shuningdan keyin uningdan xabar bo'lmaydi. Keyin uning 1995-yili 11-iyuldan boshlab Srebrenica rayonidagi to'plab o'ltirish maydonida qirg'in qilingan 2000 dak Boshnak musulmonlari bilan qo'shib to'plab qatl qilinganligi ma'lum bo'ldi. Baxtga qarshi 13-iyul biz cho'ng akamizni hayot ko'rgan eng oxirgi kun bo'ldi. U bizning oiladan ayirib etildi. To'g'risini aytganda achamdan ayirib etildi. Chunki u ikkisi bazaning ichida bo'lib, ham bazadan eng oxirda ayrilganlardan edi. Tragediyalik yeri akam keyin o'ldirib etildi. Almasaning aksi haqida so'zlayotganida ko'zlaridan agigan yoshlar ro'shan ko'rinib turadi. U bu ashaddiy qirg'inchilik paydo qilgan ruhiy va jismoniy jarohatlar mangu kemaymaydigan bo'lsa-mu, alg'a qarab hayotni davom qilishning zarurligini bildirdi. I don't think we ever heal enough, to process everything, because I'm afraid that most of us, never talk about that, what happened. Meningcha biz u paydo qilgan jarohatlardan tal-tuk saqib ketolmaymiz. Chunki bizning ko'pimiz bu haqda zinhar so'zlashmaymiz. Nim bo'lganligini anda-sanda tilga ilishib qo'yishimiz. Albatta, iyul oyi biz uchun boshqa oylarga qaraganda azobliq bir oy. Lekin siz irqiy qirg'inchilikni yo'qotib qo'ygan kishilaringiz haqida so'zlaganingizda u bir xil yengilroq tushidi. Chunki bularni eslash orqali ularning siz bilan hamon birga ekanligini his qilasiz. Ham bu xil esda saqlash sizning hayotda olg'a qarab mengishingizga turtki bo'ladi. Ba'zida siz texi bak hasrat chekib, to'liq qayg'urib ketishdanmi o'ng'aysizlanib qolasiz. Chunki butun oila a'zolaridan ayrilib qolgan onalar bor. Men 4 o'g'illari va erlaridan ayrilib qolgan nurg'un onalarni bilaman. Ular bugun yolg'iz yashayotdi. Demak, siz shu onalarga qarab, ulardan chidam va sabr topsiz. So you kind of find strength in those people, in those individuals. Xitoy hukumati 2017-yili Uyg'urlarni asos qilgan Turkiy musulmonlarga qarta keng ko'lamli bostirish siyosati yurgizishga boshlagan. Kommunizm qurbonlari xotira muzeyining oliy tadqiqotchisi Adrian Zanzning qarshichi, bu jarayonda eng oz deganda 1,800,000 Uyg'urlarni o'z ichiga olgan Turkiy musulmon lagerlarga tashlangan. Amerika hukumati 2021-yili yanvarda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizgan bostirish siyosatini insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik deb e'lon qildi. Shundan keyin Amerika Davlat Majlisini o'z ichiga olgan 10 dan ortiq davlatning parlamentlari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan edi. Undaqda yaqinqi zamon dunyo tarixida zo'r irqiy qirg'inchilikni beshidan kechirgan Bosniya musulmonlari Uyg'ur musulmonlarining beshiga kelgan qismatlarni qanchalik biladi? Biz bu savolimizning javobini
tunji bo'lib Bosniyaning poytaxti Sarayevo shahriga qurilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat muzeyidan topdik. Bu muzey asosligi Bosniya irqiy qirg'inchiligiga bag'ishlangan bo'lsa-mu, muzeyning dunyoning har qaysi joylarida yuz berayotgan irqiy qirg'inchiliklarga bag'ishlangan xonasida Sharqiy Turkistonda zulm bor. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi to'xtatilsin degan tilaklar yozilgan bir bag'ishlama eslagan edi. So the note you saw is in our room of remembrance. Bu vaqtda to'xtalgan muzeyning direktori Azim Xalich bu bag'ishlamani bu muzeyni ziyorat qiluvchilar yozib qoldirganligini aytdi. So what do I know about Uyghur genocide? I know very little. Meningdan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida nimalarni bilasiz deb so'rasangiz, samimiylik bilan aytsam, men ko'p narsa bilmayman. Lekin insonlarda ularning siyosiy huquqi va kishilik huquqini tortib olishning o'zimi bir xil jinoyat. Bu xil jinoyat bu yerda yuz bergan ham shu topda dunyoning hamma yerida, jumladan Uyg'urlarga yuz beryapti. Exactly what is happening all around the world right now, and to the Uyghurs. Srebrenica rayoniga yaqin joylashgan Misr nomli bir bozorda turishliq oshpazol xo'jayini 39 yoshli Abdu Porkovichmi qirg'inchilikdan amon qolg'ishlarning biri. The information which come to us are very they come. Umi Xitoy haqida ular yetib kelgan uchurning ular G'azza haqida erishgan uchurlarda mo'l emasligini, ammo Uyg'urlarning beshiga kelgan qor kunlardan xabardor ekanligini aytdi. The Muslim world is in a state of sleep and that we know that Musulmon dunyosi sukut turyotidi. Musulmon Uyg'urlarning diniy va boshqa xosliklari tufaylidan majbur emgak lagerlariga sulanganligi va tan jazosiga uchirganliklarini bilamiz. Men qanday tasvirlashni bilmadim. Uyg'urlarning hamma erkinligi bo'g'ib etildi. Mening bildiganlarim shunchalik. I don't know how to describe. And all their freedoms are being reduced, if I can. 1992 yildan 1995 yilgacha davom qilgan Bosniya urushiga 1995 yili dekabrda tuzilgan Dayton tinchlik kelishimi bilan xotima berilgan. Natijada Serb qurolli kuchlari tarafidan serblar ko'p sonliqni egallaydigan rayonlardan tozlangan yoki qo'g'langan bo'shnak musulmonlari asta-asta uy joylariga qaytib kelib, makallashishga boshlagan. He drove us to Tuzla, central Bosnia, and Abdu Porkovich. U 2006 yili nurg'un riyozatlardan keyin dadasidan miros qolgan uyini qaytarib olib, oshpozulni qayta ichishga muvaffaq bo'lgan. He was captured. Uning aytishicha, ayni yili u 7 yoshlar atrofida bo'lib, dadasi bir maktabning o'qituvchisi. Ammo u serb qurolli kuchlar tarafidan o'ldirilish maydoniga haydab ketilayotganida taliya o'ngdan kelib qochib qutulgan. Uning qarshicha serblar yerlik musulmonlarni tozalaymiz deb shuncha qirg'inchilik ilib borgan bo'lsa-mu, oxiri ularning barliq tirishchanligi mag'lubiyat bilan ayollashgan. Uning qo'g'landi qilingan atmiras makoniga kelib yerlishalliganligining o'zila buning isboti. Only thing which I can do, I have returned in the place. Men dal irqiy qirg'inchilik bo'lgan makonga bizning yer yuzidan supurib tashlanishimiz qasd qilingan va serblar bu yerda musulmon bo'lmasin deb orzu qilgan yerga qaytib keldim. There is no longer Muslims here. Biz başta muntashgan Samanta Faxruddin xonimmi har xil ro'yi mushaqqatlarni yengib hayotini davomlashtira olganligidan va enisining qabrisini yo'qlab, uning bilan mung'shalganligidan rozi. Uning deyishicha, uning hozir 3 qizi va 7 nevarasi bor. Enisining o'g'lini balachlab beqib cho'ng qilgan. Razumem, ja sam pokušala 2-3 puta na tome putu. Men sebeplik shuncha odam bu dunyoga opridi bo'ldi. Bu to'limi xayrlik bir ish. Ammo mening yaşamasligim hech ahamiyatsizdek tuyuladi. Lekin men yanala farzandlarim uchun hayot turaliginimdan to'limi xursandman. Da sam sad sretna
Tad nisam, sad kažem, sad sutra da umrem, svejedno mi je, ali... Bu yıl 36 yaşlık Almasa Salihovic mu? Aman qalğan aile əzaları bilan hayatını qayta qurğan. Bosniyanın Tozla oblastida yaşap, ali məktəblərini tamamlagan və 2004-cü an yurtiga qaytib kelgan. Keyin u Aksi Abdullah bilan eng axirgi qitim vidalaşqan o'rniga, ya'ni ayni yili BDT tarkibidagi Gollandiya tinchlik saqlash qismlari gazarma qilib ishlatgan binoga qurilgan Srebrenica irqiy qirg'inchilik qurbonlari xotir markaziga ishga tushgan. U 2021 yildan boshlab mazkur markazning tashqi ishlarga mas'ul xodimi bo'lib, vazifa o'tashga boshlagan. So unfortunately we never thought that this is going to be a memorial center. However, genocide was committed. Şu çağda biz bu yerning keyin xotir markaziga aylanib qoladiganligini o'ylab baxmagan edik. Irqiy qirg'inchilik 1995-yili 11-iyuldan keyingi haftada yuz berdi. Erlar va o'g'illarning ko'p qismi o'ldirildi. Bugun bu xotir sarayining mavjudligi ashu qatl qilinganlarni xotirlash ham aslash, ya'ni ularning kimligi va qanday insonlar ekanligini esda saqlash uchundir. Majority of the men and boys were killed, and today this place exists basically to commemorate them and to remember the way they were. 2007-yili 26 fevral Xalqaro jinoiy ishlar sudi Srebrenica qirg'inchiligini irqiy qirg'inchilik deb rasmiy e'tirof qildi. Bosniya serblarining sobiq prezidenti Radovan Karadzic 2016-yili xalqaro sud tarafidan urush jinoyati va insoniyatga qarshi jinoyat bilan ayblanib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilindi. Halbuki Serbiyaning sobiq prezidenti Slobodan Milošević rasmiy jazoga tortilishdan burun 2006-yili yurak kesili bilan qazo qildi. Bosniya xalqi 20-asrning oxirgi 10 yilida zo'r irqiy qirg'inchilikni beshidan kechirgan bo'lsa-mu, davlatining mustaqilligini qo'g'dab qolgandan boshqa asli qo'g'langan makonlarga qaytib kelib, hayotini nisbiy tinchlik ichida davom qilmoqda. Bundaqda 21-asrning dastlabki yarmida irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan Uyg'urlarning iztiroblariga qachon xotimi berildi? Yaqin yurtlarda sarson, sargardon bo'lib yurayotgan, musofirlik hayotida urug' tuqqan, ota-onalaridan vaqtsiz ayrilgan Uyg'urlar ularning qabrlarini qachon yo'qlab, ularning ro'yiga atab duo tilovat qilish fursatiga ega bo'ladi. Bu vaqtda to'xtalgan Almasa Salihovic xonim Bosniya irqiy qirg'inchilikni to'xtatishda mag'lub bo'lgan xalqaro jamiyatdan amaliy bir harakat kutadiganligini bildirdi. We always, throughout all of these, we send the message, always never again to anyone. But unfortunately, we see that. Biz yillardan beri irqiy qirg'inchilik endi qayta yuz bermasin degan sadoni yanıltib kelyapmiz. Ammo biz uni har kuni ko'ryapmiz. Biz uning o'tir sharq kishilarga yuz berayotganini ko'ryapmiz. O'tganda Afrikada yuz berganini ko'rdik. Bularni to'xtatadigan amaliy harakat bo'lgani yo'q. Shunga xalqaro jamiyat o'zlarining harakatini kuchaytirib, zamonimizda bundaq ishlarning har qanday insonning beshiga kelishini to'xtatishi kerak. Bugun biz bu xotir saroy haqida so'z qildik. Ata mushundaq vahshiy jinoyatlarning yuz berishi tufayli paydo bo'ladigan boshqa xotir saroy haqida so'zlab qilishimiz mumkin. Bugunga qadar xalqaro jamiyat u jinoyatlarni to'xtatishda mag'lub bo'ldi. Today we speak about this memorial. Tomorrow we just might speak another memorials that will emerge eventually because of those crimes that international community is failing to stop at this point. Halbuki Yaponiyada falsafa tadqiqoti bilan shug'ullanayotgan doktor Muxtarjon Abdurahmon Uyg'ur qirg'inchiligiga javobgar Xitoy rahbarlik qatlamining jinoiy javobgarlikka tortilganligi va hamon bir kuni Uyg'urlarning hurlikka erishganligiga shaksiz ishinganligini bildirdi. Uyg'ur xalqi Xitoyningki mustamlik asli bo'lganlikdan hozir mislsiz bir irqiy qirg'inchilik turibdi. Bo'libmi alohida ta'kidlash tegishli bo'lgani lagerlardagi, turmalardagi bizning ziyonlarimiz, bizning eng sarxil olimlarimiz, jamoat arboblarimiz hozir Uyg'ur irqiy qirg'inchiligininki qurboni bo'lib, hozir lagerlarda jon talashyapti. Biz hozir Yevropada bu irqiy qirg'inchilik bu muzeylarini ziyorat qilganimiz bilan qalbimiz vatandagi shu qirg'inchilikninki qurbonlari bo'layotdi. Biz cheksiz azoblanyapmiz. Xitoy hukumati bizningki navbatdagi ahvolimizni
yana bir qatim astoydil o'ylanib beqishni, ya'ni Miloshevich, ya'ni mushu biz turayotgan mushu Sarajevodagi mushu irqiy qirg'inchilikning shohidi bo'lgan yoki bo'lmasa sababchisi bo'lgan Miloshevich xalqaro sudning qandoq javobgarligiga uchragan bo'lsa, Xi Jinping va Xitoyning faşist hukumatimi jazman hamon bir kuni mushundaq bir xalqaro sudga adil bir sudga tushadiganligiga biz ishimiz kelgusida Uyg'urning jazman mushu shohidninki yoki bo'lmasa mushunda bir qat'iy og'ir natijasida mustaqil bo'lgan Uyg'ur davlatininki o'tirib chiqarishga mushunda bir ishning tarixiy bir sabab bo'lganligiga ishonaman.